Germaniya poytaxti Berlin, Belgiya poytaxti Bryussel, Angliya poytaxti London, Norvegiya poytaxti Oslo, Shvetsiya poytaxti Stockholm, Fransiya poytaxti Parij, shundaqla Myunxen va Düsseldorf qatorliq Yevropadagi cho'ng shaharlarda yashayotgan Uyg'urlar 9-10 dekabr kunlari Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni va xalqaro kishilik huquq kunini xotirlash munosabati bilan namoyishlar olib borgan. Belgiya parlament a'zosi Samuel Kugolati Xitoyning Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bengtuvaniga chetishlik shirkatlarga mablag' sag'an Belgiya mablag' fondlarini 200limchilik bilan ayblab, bu shirkatlar bilan bo'lgan aloqasini uzishga chaqirgan. Politika gazetining xabar qilishicha, Samuel Kugolati 5 Belgiya mablag' fondining Uyg'urlarni bostirishga hamkorlashgan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bengtuvaniga chetishlik Xitoy shirkatlarining pay chekini setib olganligiga doir hujjatlarni ko'rsatgan. U Xitoyning mazkur yerim qurolliq ishlab chiqarish apparatiga Amerika va Yevropa ittifoqi tomonidan embargo qo'yilganligini bildirgan. İslam Hamkorlik Tashkiloti Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodda o'tkazilgan Xitoy Arab davlatlari boshliqlar yig'inining natijasidan rozi ekanligini e'lon qildi. Ular dinini yashamaydigan va Xitoy hukumati tomonidan irqiy qirg'inchilikka uchragan Uyg'urlarga yana parvo qilmadi. Xitoy Arab davlatlari boshliqlar yig'ini 7-9 dekabr Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodda o'tkazilgan bo'lib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bosh ijrochisi Xi Jinping shundaqla Arab davlatlarining rahbarlari qatnashgan. Xitoy bilan Hindistonning Himolaya teg'idagi talash tortishdagi chegara rayonida ikki davlat askarlari o'rtasida to'qinish yuz berdi. Manbalarga qaraganda, ikki davlat o'rtasidagi aniqsiz chegara liniyasini belgilaydigan amaliy kontrol liniyasi bo'yida 9 dekabr yuz bergan to'qinish natijasida ikki tarafning askarlari yaralangan. Hindiston armiyasining aytishicha, kam deganda 6 Hindiston askari yaralangan. Manbalarga qaraganda, Xitoy askarlari amaliy kontrol liniyasi atrofidagi ikki taraf chorlash ilib bormaslikka qo'shilgan rayonga yaqinlashgan. Yaponiyadagi hokimiyat yurgizayotgan Erkin Demokratlar partiyasining siyosiy ishlar raisi Hagioda Koichi Tayvandagi hozirgi holatning o'zgarishiga qarshi turganligini bildirdi. Erkin Demokratlar partiyasining siyosiy ishlar raisi Hagioda Koichi Taybey ziyarati jarayonida qatnashgan munbarda qilgan so'zida Xitoyning rayonda jiddiylikni kuchaytiradigan qadamlardan saqlanish kerakligi haqida ogohlantirib, Yaponiyaning erkin va ochiq Hind-Tinch okean siyosatini qo'llaydiganligini bildirgan. U Xitoyning Tayvan bo'g'ozining tinchligini buzadigan rayondagi harbiy besimning kunsiri kuchayayotganligini bildirib, o'zlarining Xitoyning rayon holatini zo'rlik bilan o'zgartirish urinishiga qarshi turadiganligini bayon qildi. Xitoy bosh ministri Li Keqiang Xitoy bilan Koreyani o'rtaq tirishib, rayon va yer shari sanoat va ta'minlash zanjirining muqimligi va ravonligini saqlashga chaqirdi.